qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Hozir mana biz fuqarolik ishlar bo'yicha Navoiy viloyati sudining apellyatsiya sudi hayotida bo'lib o'tgan ish bo'yicha hozir biz Sardor Nurmatov ishi har tomonlama atrofda ko'pchilik jarayoni bo'yicha ular bilan suhbat qilish jarayonidamiz. Mana Sardorbek, mana bugun fuqarolik ishlar bo'yicha Navoiy viloyati sudining apellyatsiya sudi hayoti tomonidan sizga ahamiyatli bo'lgan ish ko'rib chiqildi, to'g'rimi? Mana bir necha kun davom etgan apellyatsiya sudi hayoti tomonidan olib borilgan ish qanchalik odilona, qanchalik ahamiyatga bo'lgan ish holatda ko'rib chiqildi. Shular bo'yicha o'z fikringizni bildirib o'ting. Ko'nglingiz to'ldimi? Qariyb bir oy davomida davom etgan apellyatsiya sudida, mana Navoiy viloyati sudida davom etgan apellyatsiya sudida ko'nglim mutlaqo to'lmadi. Sababi mutlaqo asos bo'lmagan, asossiz bo'lgan dalil isbot ham deb bo'lmaydi buni. Asossiz bo'lgan masalalar bo'yicha ko'rib chiqdilar va aynan bu masalalarda asosli deb qabul qilib, birinchi instansiya chiqargan qarorini bizga nisbatan odilona chiqarilgan qarorda viloyat sudi, Navoiy viloyat apellyatsiya sudi sudxo'rlarga nisbatan qaror chiqardilar va bizni qarzdor deb topib berdilar. Vaholanki birinchi instansiya sudi bu qaror chiqargan qarorlarida aynan o'sha bergan pullarini va biz qaytarib bergan pullarni asoslantirib dalil isbotlari bilan taqdim qilganmiz. O'rtada guvohlar chaqirilgan, guvohlar ham bu masalani aytib o'tganlar, o'z fikrlarini bildirib o'tganlar. O'rtada bo'lgan tilxat tilxatni taqdim qilmadilar. O'sha da'vogar taraf shunday bo'lsa-da, o'rtada asosli bir notarial tartibda keltirilgan hujjatlar bo'lmasa-da, og'zaki shikoyatlari bilan da'vo arizani asossiz deb topib, birinchi instansiya sudi u da'vo arizani qanoatlantirmagan edilar. Lekin vaholanki oradan ancha vaqt o'tib apellyatsiya sudga, Navoiy viloyat apellyatsiya sudiga murojaat qilganlarida, da'vogarlar qayta murojaat qilganlarida Navoiy viloyat apellyatsiya sudining sudyalari qariyb bir oy davom etgan sudda birinchi instansiya sudining qarorini qanoatlantirmasdan, chiqargan qarorini qanoatlantirmasdan boshqalardan qaror chiqarib, bizni qarzdor deb chiqarib berdilar. Vaholanki yana shu gap, o'rtada hech qanaqa asosli hujjat yo'q. Notarial tartibda keltirilgan hujjatlar mavjud emas. 2024-yil dekabr oyida Buxoro shahar prokurorining tergovida aynan da'vogarning o'zi menga va turmush o'rtog'imga nisbatan hech qanaqa da'vosi yo'qligini ta'kidlab o'tgan bo'lsa-da, u yozma ravishda ko'rsatmalari bo'lsa-da, viloyat instansiya sudi, Navoiy viloyat instansiya sudi aynan da'vogar tarafni da'vosini qanoatlantirib berdilar. Men juda noroziman. Men aynan shu ish bo'yicha Oliy sud raisidan asosli dalil isbotlar bilan keltirib berganligim uchun, aynan o'zlaridan Oliy sud rahbaridan odilona qaror chiqarib berishlarini so'rayman. Masalaga oydinlik kiritib berishga tayyorman. Qayta murojaat qilaman albatta. Va biz aynan Navoiy viloyat sudining apellyatsiya sudyalaridan mutlaqo norozimiz. Chiqargan qarorlaridan norozimiz. Mana Sardorbek savol tug'iladi. Albatta sizlarni dastlabki birinchi bosqich sudlaringizda ham biz shaxsan aynan sudda ishtirok etganmiz. Albatta barcha holatlar bo'yicha kuzatib borganmiz. Ayni dastlabki sud protsessi jarayonida sizlarda aynan shu da'vogar tomonidan sizlarga pul bergan haqida birorta majburiyat, bir qarzdor bitim, birorta majburiyat, birorta bitim bo'lganmidi? Shuni taqdim etganmi? Qonuniy birorta shartnoma, qanaqadir bitim bo'lganmidi? Aynan o'sha oldi bergi masalasi bo'yicha men o'zim oldi bergida
pul berish jarayonida qatnashmaganman. Demak, siz umuman bu ishda ishtirokchi emas, hech qanaqa aloqangiz bo'lmagan, to'g'rimi? Men bu oldi bergi masalasida pul olish jarayonida ishtirok etmaganman. Aksincha, men o'sha olingan pullarni hech qanaqa bir asosli hujjati bo'lmasa-da, o'sha pullarni qaytarib bergan shaxs hisoblanaman. Va o'sha aytmoqchi bo'lganimki, asossiz ravishda birinchi instansiya sudi menga tegishli bo'lgan mulkni aynan xususiy ajrim tartibida taqiqqa qo'yganlar va bu ajrim holi bekor bo'lmagan. Bundan ham noroziman. Apellyatsiya sudlari ham bu ajrimni bekor qilish vakolatini birinchi instansiya sudyasiga qaytib qoldirib berdilar. Va bu yerda aytib o'tishim joizki, birinchi instansiya sudini xususiy ajrim tartibida berilgan taqiqqa olish bo'yicha xatida aynan Navoiy viloyat kadastriga yetkazib berilish jarayoni kechga qolganligi sababli Navoiy viloyat kadastri bu taqiqqa qo'yish bo'yicha 2024-yil 26 fevral kuni taqiqqa qo'yishni ta'minlab berganlar. Lekin men aynan ushbu mulkni boshqa kishini nomiga o'tkazganligim uchun, oldi sotish shartnomasi asosida o'tkazganligim uchun bu 21 fevralda oldi sotish shartnomasi asosida o'tkazganman 24-yilda va 2024-25 fevral oyida 25 fevral oyida kunida ko'chirmasini olgan yangi mulkdor. Lekin 2001 kundan keyin Navoiy viloyat kadastrini taqiqqa qo'yapti. Bunga kadastrga suddan kelgan xatmi, endi bilmadim, ma'lumotnomami shu taqiqqa qo'yish kechga qolgan. Balkim o'sha o'z vaqtida qo'ygandir. Meni undan xabarim yo'q edi. Lekin o'sha davrda men уже oldi sotdi qilib, aynan sotib bo'lganman. Bu sizning mulkingizni boshqalarga sotayotgan joyingizda naturalni rasmiy o'tkazilgansa, aynan notarial shuni naturalni o'tkazish jarayoni taqiq ko'rsatilmagan. Taqiq ko'rsatilmagan. Agar taqiq ko'rsatilganda edi, taqiq aynan Navoiy viloyat kadastri yoki bo'lmasam Navoiy viloyat adliya boshqarmasi tomonidan qo'yiladigan narsa, uni notarius o'zidan yecha olmaydi yoki men borib yecha olmayman u narsani xohlagan taqdirimda ham. Qisqasi, taqiqda bo'lmagan davrida men boshqa kishining nomiga rasmiylashtirganman. Notarial tartibda oldi sotish shartnomasi asosida. Lekin boshqa kishining mulkdor boshqa bo'lgan taqdirda ham na Karmana tumanlararo fuqarolik sudi, na Navoiy viloyat sudi bu ajrimni bekor qilish bo'yicha menga haligacha xususiy ajrimni bekor qilish bo'yicha hech qanaqa hujjat yoki bir qaror xulosa taqdim etmadilar. Men bundan ham noroziman. Chunki bu ayni kunda, ayni damda o'sha taqiqqa qo'yilish jarayonidan oldinroq boshqa bir mulkdorni shaxsiy mulkiga aylanib bo'lgan. Endi mana shundan kechiq holda umuman O'zbekiston Respublika Oliy sud raisida hamda bu holatlar ko'rinyaptiki, har tomon yana qonun ustuvorligini ta'minlash, odil sudlarni ta'minlash jarayoni bilan bog'liq ishlar kuzatilyapti. Shu o'rinda O'zbekiston Respublika Oliy sud raisi hamda bosh prokuraturdan nimalarni kutib so'rab qolasiz? Men aynan Oliy sud hay'atidan, davlatimiz rahbarlaridan shuni so'rab qolardimki, aynan bo'lgan sudyalarga beriladigan vakolatlar juda katta va bu aynan davlat tartibida nazoratda turadi. Lekin ayrim sudyalar ushbu berilgan vakolatdan to'g'ri foydalanmasdan fuqarolarning jabr chekishiga va aynan tadbirkorlarni, men va turmush o'rtog'im o'xshagan tadbirkorlarni jabr chekishiga va aynan o'sha bizda bo'ladigan noqulayliklar va aynan tadbirkorligimizga bo'ladigan to'siqlarni yengib o'tishda juda katta to'siq bo'lyapti. Xohlardimki Oliy sud raisidan ushbu vaziyatimiz bo'yicha tegishli tartibda o'rganib chiqib, adolatli qaror topishiga yordam berishlarini, o'z hissalarini qo'shishni chuqur so'rab o'tgan bo'lardim. Biz aynan davlatga soliq to'lovchi hisoblanamiz. Qo'limizda 40-50 ga yaqin ishchi xodimlar ishlaydi, oila tebratadilar. Lekin va aynan o'sha tadbirkorligimizga bo'lgan to'siqlar hozirgi kunda mana aynan Navoiy viloyat sudida bizga ana shu katta to'siq qo'yilib o'tirilibdi. Shu narsani yechishda, qonuniy tartibda yengib o'tishimizda amaliy yordam berishlarini, o'z maslahatlari bilan va o'z ko'maklari bilan yordam berishlarini juda ham so'rab qolgan bo'lardim.
Mana siz ham ayni birga umrdoshi sifatida o'zi alohida mustaqil tadbirkor faoliyat bo'yicha shug'ullanar ekansiz, to'g'rimi? Endi o'zi yaqindan tanishtirib, umuman mana shu kelib chiqqan holat qanday kelib chiqqan? Umuman mana shu sizni turmushda o'rtog'i Sardor Nurmat ham umuman sizni oldi berdi ishingizda ishtirokchi bo'lganmi? Shular bo'yicha o'zi batafsil mana bugun ayni sizlarning ishlaringizga ahamiyatli bo'lgan ish fuqarolik ishlar bo'yicha Navoiy viloyat sudining apellyatsiya sudi hay'ati tomonidan ishi ko'rilib, bugun yakuniy o'zining xulosasi chiqarildi, to'g'rimi? Shu bo'yicha o'z fikringizni munosabat bildirib o'ting. Bu oldi berdi masalasida men tadbirkorligim uchun aynan sudxo'rlar mendan pul talab qilishdi. Bu pul jarayonida hech qanaqa turmush o'rtog'im bo'lmaganlar va hozirgi apellyatsiya sudimiz biza bergan pullarni umuman inobatga olmadilar. Shunday gapingizni oldim. Qancha pul bergandingizlar? Shuni inobatga olmaganligiga alohida batafsil ko'rsatib aytib o'ting. O'sha 753 million pulni berib bo'lgan bo'lsak-da, Lekin to'liq berib o'tganlaringiz bo'yicha asosli hujjatlarda taqdim etdingizlarmi? albatta hamma asosli hujjatlarimiz, bankdan ko'chirgan pullarimiz, qo'ldan berilgan pullar, o'sha yordamchilarga berilgan pullarni isbotlab bersak-da, apellyatsiya sudi buni inobatga olmadi. Shuning uchun biz apellyatsiya sudidan ancha norozimiz. Chunki biz tadbirkormiz, biz bank kredit yopamiz, biz soliq to'laymiz. Shuning uchun apellyatsiya sudidan noroziman. Yanada bu narsani ko'rib chiqishlarini so'rayman albatta. Tadbirkorligimizga bu narsa to'siq bo'lmasligini so'rab qolaman. Mana gapingizni oldim. Ayniqsa mana oldi berdi jarayonda o'sha da'vogar tomonidan sizlarga bergan pulni qanaqadir rasmiy, qanaqa notarial holatda majburiy asos birdan asos sizga berganmi? Yo'q. Men o'sha Shu bo'yicha aniqlik bir kiritib gapirib o'ting. Hech qanaqa notarialni hujjatsiz, hech qanaqa qog'ozlarsiz bo'lsa-da, men olgan pulimni tan oldim. Lekin ularda hech qanaqa qog'oz, hech qanaqa notarialni hujjat bo'lmasa-da, bizlar bergan pulda inobatga olmadilar. Ular bergan hech qanaqa qog'ozlarsiz, hech qanaqa notarialni hujjatsiz bergan pullarni asosli deb hisobladilar. Gapingizni oldim. Ayni sud jarayonida sudli hay'at tomonidan so'ramadim. Sen nimaga asosan qaysi notarial hujjat asoslanib shuncha bu kichkina pul emas, katta pul bo'lsa, qanday tartibsiz berding deb savol berdimi? So'ralsa-da inobatga olmadilar. Ular nima mazmunda javob bergan edi? Ular mazmunda berganlari biza Bir aniq javob berganmi? Yo'q, hech qanaqa aniq javob bermaganlar. Men oldi berdi qilgan paytim turmush o'rtog'im bo'lmaganlar. Turmush o'rtog'im bo'lmagan bo'lsa-da turmush o'rtog'iga berganman deb ular hujjatlar olib kelishyapti. Bizning turmush o'rtog'imning nomida bo'lgan zdaniyamizni taqiqqa qo'yishyapti. Vaholanki turmush o'rtog'im men oldi berdimda ham bo'lmagan. Faqat kredit chiqarib shunaqa qarzim bor deganimdan keyin kredit chiqarib to'lovchi bo'lganlar. Lekin biz kreditdan olgan hamma fakturalarimiz, to'lovgan hujjatlarni, qo'ldan berganlarni ham o'sha guvohimiz sifatida etib ko'rsatgan bo'lsak, bizlar bergan pulni inobatga olmasdan foizchilar bergan pulni inobatga olyaptilar. Men noroziman. Mana biz sizlarning ochiq sud muhokamasi jarayoni birinchi instansiya hamda ikkinchi bosqich, ya'ni apellyatsiya sudi hay'ati tomonidan olib borilgan ishlarda biz to'liq ommaviy axborot vositasi sifatida to'liq kuzatdik. Holati bevosita ham guvohi bo'ldi hamda qanchalik odilona, qanchalik bo'layotgan taraflarni fikr mulohaza qanaqa e'tibor berayotganini mana shaxsan biz albatta kuzatib bordik. Shu o'rinda mana bugun fuqarolik ishlar bo'yicha Navoiy viloyat sudining apellyatsiya sudi hay'ati tomonidan ishlaydi o'zining yakuniga yetdi, to'g'rimi? Chiqargan bugungi ajrim qaroridan siz ko'nglingiz to'ldimi? Shu bo'yicha sud bugungi yakunlagan qarordan, ya'ni sizlarga nisbatan chiqargan qarordan qanchalik odilona, qanchalik adolatli chiqdi deb o'ylaysiz? Birinchi sud instansiyasida hamma narsa inobatga olingan, berilgan pullarimiz ham olingan, ularning pullari ham, guvohlarimiz ham hammasi inobatga olingan. Lekin apellyatsiya sudida biza berilgan pullar umuman inobatga olinmadi. Sudxo'rlar berilgan pul inobatga olindi va men bu apellyatsiya sudidan mutlaqo noroziman. Bu shu sudyalar ayni ishiga munosib deb baho beralasizmi? Yo'q, berolmayman. Nima uchundir umuman inobatga olmadilar. Hech qanaqa hujjat yo'q, hech qanaqa kelishuv yo'q o'rtada. Hech qanaqa bank bilan pul beraman ham deyilgan narsa bo'lmasa-da, ular sudxo'rlar tarafga qaror chiqarib berdilar. Mana shu holatdan kelib chiqqan holda albatta kutilmagan holatdan kelib chiqqan mana sizlarga nohaqdan bir asosi ko'p yana to'lov majburiyatdan sizlar yuklab berilgan bo'yicha qaror qabul qilindi, to'g'rimi?
Shundan kelib chiqqan holda O'zbek Respublikasi Oliy sudiga hamda O'zbek Respublikasi bosh prokuroriga qanaqa mazmunda murojaatingiz bor? Shuni ham aytib o'ting. Mani murojaatim albatta bu pullarni, berilgan pullarni hammasini inobatga olishlarini so'rayman. Berilgan pullarimni birinchi instansiyada qanaqa ishtirok etilgan bo'lsa, o'sha instansiyada qolishlarini so'rab qolaman. Biz esa barcha voqea tafsilotlarini qonun ustuvorligini ta'minlash hamda odil sudni ta'minlash jarayonini kuzatishda yana davom etamiz. O'ylaymizki, kelgusida tafsil sudli hayotda bu ishni har tomon atroflicha ko'rib, odilona qaror qabul qiladigan umiddamiz. Siz ham bizni haqiqat ko'zi ortidagi tafsilotlarni kuzatib borishda doim siz biz bilan birga bo'ling.